Salom ber. Salom. Hammaga. Hammaga salom. Isming nima? Asalbek. Asalbek. Axlat sotaman. To'xta, menga qara. Kech bo'ldi, hozir soat 6 bo'lyapti. Qara. Oyijoning xavotir olmaydilar. Oyijon xavotir oldilar. Ha. Ikkinchidan mana rejim mana hozir uyga boraman. Maktabga chiqib ketaman. Maktabdan soat 1:30da kelib, darsni qilib uxlayman. Soat 10:11gacha. 1da chiqaman, agar dars bo'lsa yana 1da chiqib shunaqa paytga chiqaman. Men nimaga bilasanmi? Bizda ko'pchilik senga o'xshab mehnat qilmaydi. Ha, uyda o'zing telefonini, iPhone'ga almashtirib yuribsan. Nechinchi sinfda o'qiysan? 7. 7. Pahlavoni kim pishirdi? Onajon. Onajon pishirdilar. Ha, to'g'rimi? Hozir pahlavonichi hammasini olaman. Lekin sen bittanisingga men so'z berasan. Bo'ptimi? Oyijoningga yordam berasan-da. Yaxshi o'qiysan, ko'p vaqtingni. O'zi soat 4ga o'qiyman. Men kamida 4da. To'xtamay qo'lmi ko'manti? Yo'q, kecha sovuq edi-ku. Ko'p ichayotganimda to'kilib ketdi. To'kilib ketdi. Aman aldayotgan bo'lsang-chi. Nima qilaman? Sen ko'zlaringga qarab aldamayapsan deb o'ylayapman-da. Nechta paxlava sotding? Hali sotmadim. Sotmadim. Просто videoni olayotganim, men internetga tarqatib yuborishni niyatim yo'q buni. Foyda yo'q menga undan, to'g'rimi? Chunki ko'pincha kanallar bor, ana Telegramdagi o'sha surdoshlarim bor, o'sha kanallarda. Sen qara, to'xta, sen mehnat qilsanmi? Onajoning yordam berasanmi? Nimadan qo'rqasan? Ustidan kulib yuribsan. Ustingdan kim kuladi? Mehnat qilmaydigan odam kulishi mumkin ustingdan. To'g'rimi? Qanaqa mashinada kelganimni ko'rdingmi? Yoqdimi? Sportivniy ekan. Shunaqa mashina olishga qo'ysan? Xudo xolasa. Nima qilish kerak? 5ga o'qish kerak. 5ga, faqat 5ga o'qish shart emas. Yaxshi inson bo'lgan. Yaxshi inson bo'lgan, yaxshi niyat qilgan, yaxshi inson. Faqat 5ga o'qiganlar hammasi unaqa mashina ola olmaydi. 5ga o'qiganlar даже ofisda yaxshi oladi. Sanachi nechta paxlava bor ekan? Qachon pishirilgan bu? Bugun sizdan qolsin. Necha? 11 tami? Yo'q, hozir. 13ta, 14ta, 15ta, 21 tami? Miyenda hisoblab bera olasanmi nech pul turishini? 315 ming. Ha? 315 ming. 315 ming. Aniqmi? Kalkulyator olishim shart emasmi? Qarang, 15 mingdan 10tasi 150 ming. 20tasi 300 ming. Bittasi 15 ming. 15 ming. Aha. Хорошо, hamma pahlavoni olaman. Faqat nimaga so'z berasan? Yaxshi ishga Qara, unaqa payt hozir xavfli vaqtda har xil odamlar bor, ichgan odamlar bor. Bilasan-ku, bu yerda ichgan odamni ko'p ko'radi. Nimaga bu yerda sotasan? Chunki bu yerda tanishim bor-da, keyin tanishim bu yerda ichkarida sotaman. Ichkarida. Biz qarasam zo'r mashina kelgan ekan. Bo'lsalar kerak. Sizlar ichkarida yurish birga sotaman. Men ham bilasanmi? Qachonlardir o'tirib gaz suv sotganman-da, ishonsanmi? Lekin hech uyalmaganman lekin qilgan ishimni. Men ham boshida uyalganman, uyalayotganim yo'q, просто Nimaga? Nima deydi sinfdoshlaring? Bunaqa qilsan, sen tilamchilik qilsanmi deb. Sen tilamchilik qilsanmi? Sen mehnat qilsan. Aka, ular noto'g'ri yashab, deydi. Chunki ular chiqib ko'rmagan. Xovandda, mana qara. Mana qara. Xovandda meni ofisim bor-da. Qayerda? O to'g'rida. Mebelmi? Ha? Mebelli magazinning 3-etajda As Capital degan kompaniya bor. Ha. O'sha mebellining 3-etajda. Ertaga maktabga borasan, maktabdan kelasan, o'sha yerga chiqasan. Sen bilan o'tiramiz, gaplashamiz. Qayerda ekan shusi? Mebellining tepasidami? Ha, mebellining tepasi 3-etaj. Ana o'zi ochiladigan eshiklardan. O'zi ochiladigan eshikdan kirasan, 3-etajga chiqasan, Aziz akani so'raysan. Hayotda hech qachon mehnat qilishdan qo'rqmagin. Seni kimdir syomka qilsa ham undan cho'chmagin. Sen g'ururlangin mehnat qilayotganingni, faqat bunaqa paytda yurmagin. Xo'pmi? Adajoning bormi-la? Adajon. Adang bo'lganda chiqmasin. Meni ham adamlar yo'qlar.
Men ham onamga yordam beraman deb ko'p ishlar qilganman, tushunsan? Lekin qilgan ishimdan hech qachon uyalmaganman. Qo'rq har doim anaqa yurgan, tushundingmi? Sen men ko'zlaringga qarasam, ko'zlaring aldamayapti-da seni. Просто qo'rqaman. Hozir militsionerlar kelib qolishi. Militsionerlardan nima desang qo'rqasan militsionerlardan? Kech payt Nima qiladi militsioner senga? kech payt yuribdi-da, olib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun kech payt chiqma dedim senga. Aka qanaqa qilib boshqa payt qanaqa qilib chiqaman aka? Ha? Qarang. Mana bo'lsa maktabdan kelaman. Xo'p, Kech payt ishlayman-ku. xo'p. Maktabdan kelib baribir ishlamayman, chunki juram uyqu keladi aka. O'shaning uchun uxlayman. Turaman, kech payt yuraman, maktabga chiqaman, uxlagim keladi-ku, maktabdan kelib uxlayman aka. Shunaqa rejimim. Shunaqa rejim. Qiynalib charchab qolasan endi. Charchamayman. Nechtasizlar uyda? Oilada ikkita farzandmiz, men opam oyim. Onajon nima ish qiladilar? Misol ishlasa shu, agar tortli kerak bo'lsa, To'rtlik. tortlar yangi yilga qo'yilgan prazdniklarga tort qilib beradi. Tort qilib beradilar. Хорошо. Ertaga ofisga chiqsang, Nechilar aka? Soat nechigacha ishlaysiz? 3larda chiq xolasang. Qayerda bo'lasan? Ishda uxlayman. Uyda? Obeddan keyin 3da uxlaysanmi? Obeddan keyin kelaman aka. Charchaysanmi? Charchaysan-a? Qo'ysan, mayli. Faqat esingdan chiqmasin, xo'pmi? Aziz akam 12larda, 11-12larda kelaman. 12larda kelasanmi? Ertaman senga onajon nima ovqatlar qilishni yaxshi ko'radilar? Shu men xohlagan ovqatni beraman. Damashniy ovqatlarda. Damashniy ovqatlardan rahmon qilib beradilar, osh qilib beradilar. Osh qilib beradilar. Hafta osh qilamiz. Kelib bizga ovqat olib kelib ber. Bo'ladimi? Senga ham, onajonga ham yordam bo'lsin. Men aytib qo'yaman, o'sha bitta bir 5-6 kishiga olib kelsang, biz sotib olamiz, xo'pmi? Paxlava olsangiz. Paxlava, faqat paxlava yeyilmaydi kayfiyatga, to'g'rimi? Paxlava onda sonda yeyiladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q. Shuning uchun harakat qilgin, xo'pmi? Yaxshi inson bo'lgin, glавный hech qachon uyalmagin mehnatdan. Sen mehnat qilyapsan. Sen o'g'irlik qilmayapsan, o'shaning uchun hech qachon hech kimdan uyalmagin, xo'pmi? Men senga o'zim yordam beraman, xo'p? Xo'p, mana hamma ko'pchilik Internetga faqat chiqaring, internetni kimdir ko'rsa bu internetda kimdir ko'rsa seni kompaniyamga menejer qilib chiqara olaman. Keyin nima deysan? To'g'rimi? Gap kelishdingmi? Vallahi. Faqat internetga chiqarsangiz bo'ldi. Yo'q, qara. Xo'p, tasavvur qil, internetga chiqardim, masalan, ha. Kulishadi-yu sendan, to'g'rimi? Shunaqa sen kiyimlar bilan kelib bizani ofisda kresloda o'tirg'izadigan qilib qo'yaman seni o'shanda. Keyin rasm yuborasan ularga. Boyagi mashina bor-ku. O'sha mashinada katta hissa qilamiz ularga. Keyin sen ularning ustidan kulasan. Kelishdingmi? Bo'pti, hozir anaqa olaylik. Sen sovqotmagunni uyga borgin, xo'pmi?